Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi ishlarimiz xudo xolasa Ray Center g'imjimadamiz yana. Xudo xolasa kanalizatsiyalarni tashiyacakmiz. Sho'rayna 150 lik oladi. Shundan boradi, chani 100 lik olib ketadi xudo xolasa. Bu yana narojniy bo'ladi. Ichani seriy turba qo'yamiz xudo xolasa. Dashi ko'p bo'lsa, chanda posudomoyka bo'ladi ekan, 2 dona. Shuning uchun kolodesimiz to'g'ridan kolodesga chiqarib beramiz xudo xolasa. Mashina ish bizada kuzatib borarsiz. Bundan pastrangni boram geldina. Yomg'ir ham yertib tashladi. Chiqdik yana bir ham. Sudan da oldu hiç. Şans gider. İşe tuttuğuna falan kalasa beraber polat ot. Ben iki polat otunu koyalım. Perehot yanı brizollu kaladı. Almaz dimler. Çıvalatip. Sakla beramız abi. Allah kalasa. Kutayken şurada yine trigi. Geleverirse. Söyle ver ey. Söyle ver değil mi? Подписчикler ben подписчики. Ya 160 yani 110. Вот только. Revize koy bana. Ne berem? 110. Revize bilen. Ning oxiri 50 bo'ldi. Barmoq kentini bir tochka. Keyin bu yana 50 bo'lib ketadi, bu yana 100, eng teyi 150. Elimda shu revize bor.